Lacetti Gentra minadigan akalar va ustalar diqqatiga muhim ma'lumot ko'rsataman sizlarga. Mashinani hadovoyga olib borasiz, rezinka amortizatorlar qo'yiladi, lekin mashinada diriq yoki kuchliroq ovoz, diroq ovoz yo'qolmaydi. Bu nimadan deb hayron bo'lasiz. Ba'zi ustalar, ba'zi mashinani egalari zerikkan bu kasaldan. Buni sizlarga shunday ko'rsatib beraman. Bungacha bittadan like bosinglar, nimaligini ko'rsatamiz. Kelinglar, yaqinroq. Mana shu joyda stabilizator rezinka bo'ladi, akalar. Mana rulo kolonka bo'lsa, mana shu yerda stabilizator rezinka bo'ladi. Mana shu narsa ketib qoladi. Mana shunday o'ynatganingizda mana luft beradi. Bu narsani luft berib qoladi. Shuni hisobiga mashinada ovoz chiqib qoladi. Hozir mana shu mashinani ham yechib, shuni rezinkasini qo'yamiz. Ikkita rezinka bilan hal bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, mana shu profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Jonlar sog' bo'lsin. Bundan qiziq ma'lumotlar beramiz. Salomat bo'ling.